Arxançılıq büyük kəsib 3-cü qism. Bill Gates'ning insoniyatga akagan qandaq tökülürüp aldığında Henry Ford to'g'risida paranglashgan to'q. Bill Gates Microsoft şirketining qurg'uvchisi, shunami? Har qandaq bir kompyuterni ochsaqla Windows Microsoft deb shu xat chiqqandan keyin anondikin ochildi. Bu hammamizga tunishlik. Bo'libmi 80-90-yillar qarasak, dunyodagi eng katta boy desa hammamiz Bill Gatesni bildik. Shunami? Xil zamonlargacha Bill Gates dunyodagi eng katta boydi. Keyin Amazonning qurg'uvchisi deymiz, hozirgi Elon Musk deymiz. Bular chiqib tushib almış jüri. Onundan burunqi vaqtlarda şu Bill Gates deb planlaydi. Endi bu yerda Bill Gates balaliq vaqtlarda bunun bir talant iqtidor baka maktabga berib kelishida shu uyulan bo'lgan orliqda bir kompyuter yasaydigan bir shirkat baka. Ya'ni IBM'ning eng dastlabki holati bo'lsa kerak. Bular kompyuter yasab, ham kompyuterning josiligini uyda yangdasab yasalgan vaqtda hozirda kichik bijibirli yo'q. Endi buni programma yozish kerak. Programmasi kirdirdi. Bill Gatesda shu vaqtda bir talant to'qim iqtidor baka. Shular natjibat tarasib yozib ketgan shuni bir qancha quruvlarni yozib tugatib o'tirgan bu programmani. Shuning bilan bir qatim shunda hal qilib turgan. Shuningla Wolfgang yarayotgansa sanjimo, mani bir qilib kelsan o'tgan maqadim. Ma programmani bitib kelsan degan keyin $500 bersan qilib berma. $1000 bersan qilib berma degan endi bu qarisigan bu 10 necha yoshlik bola. Ham shu vaqtning o'zidan bir $5, $10 bersin dedi. Nima bundoq chiqilsa sen degan keyin olma men shunda qanday qilib bersan qilib berma deydi. Shuning bilan endi shu vaqtning o'zida Bill Gates shu ahli bilan o'z yeshidan olqigan pullarni topalgan. Bu buning bir ilhom bo'lgan. IBM kompyuterni yasagan shirkat, kompyuterning butun jasi, jampan, mouse, qurilmasi, ekran hammasini IBM yasagan kompyuterni. Biroq bular Microsoftga tutyapti. Yeni bular yasagan shu kompyuterning ichiga Microsoft o'zining programmasini qo'shildi. Microsoftning hech nimasi yo'q balla. Ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan device tutib his qiladigan hech nimasi yo'q kompyuterda. Faqat ichidagi yumshoq detal shuning. Kompüterin to'k etib ochgandan keyin shuning ismi chiqadi. Butun dunyodagi 90% kompyuter shu Windows. Shundan men az bir qismlar men o'xshash almaning kompyuterini ishlasin. Endi bu yerdagi Bill Gatesning butun insoniyatga qo'shgan to'kisi uning yolg'iz Windows Microsoft shirkati orqali kompyuterlashtirilgan bir jamiyatning barliq keltirganligi emas, balki ko'z bilan ko'gili, qo'l bilan tutqizilmaydigan ahli mulkning pulga yaraydiganligini. Shu ahli mulk taynibmi dunyodagi eng katta boy bo'g'il buldiganligini bildirganligida. Qaranglar, Microsoft shirkati Bill Gateslar hech qanday moddiy buyum sotmaydi, faqat ahli mulkini sotadi. O'shunda qilib dunyodagi eng katta boy bo'ldi. Mana korxonachi butkul insoniyatga to'kib yaratilgan, ulgi ko'rsatilgan bu bir korxonachi. Bizdimi balkim ahli mulk pulga yaragan bo'lsa, texim ko'p pulga yaragan bo'lsa, bizdimi texim talantli yozuvchi, shoir, ressam, muzikant, adib deganlar texim ko'plab chiqishi mumkindi. Endi bu yerda Microsoft shirkatini tilga olgan ekanmiz, IT sohasiga bir shirkat, olmi shirkatini tilga olmay bo'lmaydi. Steve Jobs, shunami? Undan so'ng keyingi sonda Steve Jobsning insoniyatga qo'shgan 9 paranglashimiz yoqtirgan do'stlar, qo'yinglar. Rahmat.